Assalomu alaykum. Paroz aka-ukalar. Charchamayapsizlarmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Hozir bir narsa yasaganman. Hop. Bunaqasi 1.12 va ichi toza 52. Hop. Balaligini mana 60 qilyapman. Hozir. Bu nima uchun qilyapman? Trenajyor oldim. Ramka reka juda plotno tushdi mana. Xo'rozlarni yuguradigan 1.10 ekanda uzunligi. Uzunligi 1.10 ekan, bunaqasi eniga 52 ekan. Hop, mana shunga hozir plotno qilib ramkasi ham buni ustini mana baravar qilib 90 balalikda qilyapman. Balaligini. Balaligini 90 qilyapman. Ichiga xo'roz tashab qo'yib, bitta to'ka tiqib qo'yamiz. Xo'roz o'zi yuguradi. Xo'rozlarni oyog'i chigal bo'lmasligi uchun-da. Keyin mana zotga qo'shilayotgan xo'rozlar ham bir joyda turaversa, oyoqlari chigal bo'lib, makonga qiziqishlari qolmaydi-yu. O'shaning uchun mana narsada yengil-yengil yugurtirib turamiz. Bir kun hech bo'lmasa bir 10 minut yugurtirib tursak, bola olinayotgan xo'rozlarni ham qonlari yurishib, makonga yanada qiziqish ortib turadi. Jismoniy holatdan yaxshi turadi. Bu o'zi asli odamniki ekan bu. Buni Ali akadan zakaz qilib, Marg'ilonlik Ali aka o'zlarining xo'roz kanallari bor. Agar zakaz qilmoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, kommentariyaga o'sha kanallarni silkasini qo'yib ham ketaman. O'zlaridan so'rab ko'raman, agar mayli desalar, nomerlarini ham aytib o'tib ketaman. Mana shu qilib yasayapman hozir. Xudo xolasa, butgandan keyingi holatini ham bir ko'rsataman. Buni endi xo'roz yugurishlari boshqasini Telegram kanalimga qo'yaman. Ilyosbek xo'rozlari lotinchada katta harfda yozasizlar. Ilyosbek xo'rozlari deb yozsanglar, o'zi glanada o'zim rasmim bor. O'shaga buni ishlash holatlarini ham xudo xolasa ko'rsataman. Endi sekin xo'rozlarni topga olib tayyorlab qo'yiraylik. Nima deydi, oyog'i chigal bo'lib, endi menda faqat kiltkada turadi. Birga 1.20 kiltka qilganman. O'sha kiltkada faqat o'sha yerda oyoqlari chigal bo'lib yotadi. 2 oy, 3 oy, 4 oy mana shunday chigal bo'lib yotadi. O'sha chigallarni yozib qo'yishga bu narsani yasab qo'yaman. Agar shtob aka-ukalarimiz bor, bitta oyog'ini ko'rib olay deydi degan. Ana o'sha paytda oyog'i chigalida degan narsa bo'lmaydi. Pajalasta deyiladi, olib kelsa qo'yib berilaveradi. O'shanga oyoq chigallarini yozganda buni olib kelib qo'ydim. Yaxshi narsa ekan. Men o'zim ham har kun yuguryapman. Zo'r. 120 kilogacha yuk ko'tarar ekan bu. Bizga bo'laveradi. Biz 97 kilomiz-ku. Yaxshi ekan. Tavsiya qilaman. Endi butgandan keyingi holatlarini Telegram kanalimga qo'yaman. Bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Ilyosbek xo'rozlari deb yozsangiz, lotincha katta harfda o'zimizning kanal chiqadi. Xo'rozlarimizni bekorchisi, puldan o'ynagani, ashaqalarini ham qo'yib boryapmiz. Bemalol ko'rib, mana zot olinadigan makonlar endi YouTube bu narsaga ruxsat bermayotganligi sababli Telegram kanalimga qo'yaman. Bemalol o'tib, qaysi makonlar tuxumlayapti, qaysi qondan, ota liniyalari qanaqa, ona liniyalari qanaqa, polni hamma to'g'risida, jo'jalarni hammasini o'sha avlodlarini polni ma'lumot berib chiqyapman. Bemalol o'tib ko'rib, tuxum oladiganlar tuxum, jo'ja oladiganlar jo'ja zakaz qilaverasizlar. Janglarini ko'ringlar. Xudo xolasa yaxshi. Omon bo'linglar, qadrdonlar. Butgandan keyingi joyini Telegram kanaliga tez o'tinglar. Bir fikringiz bo'lsa, kasallik qiynayotgan kasalliklar bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga nimadirlarni yozib, sizlardan poddeshga bittadan like bosib, nima bo'lsa ham kommentariyaga liboy bitta omadmi yoki bitta harf bo'lsa ham
shu yozib ketinglar, чтобы sizlar ko'rib, bu narsada fikringiz borligini bilib, biz yanada avjiga chiqarimizda, bosamiz gazini. Omon bo'linglar, o akalar. Ro'zalarni yaxshi kutib olinglar.